ko'rgan bo'lsanglar kerak, ko'pchilik editor bo'lib ketdi. Ko'pchilik falsifika videolar ishlab, narsa qilib, iPhone ko'chadan chiqqan odamga iPhone tarqatamiz. Obuna bo'ling, menga obuna bo'lgan bo'lsangiz $100 beramiz. Today guringlar bo'lib Instagramga shunaqa gaplar bo'ldi-da. Shularni kuzatib bordim men. Yo'q, real emas bularni hayot. Misol uchun men chiqaman-da, 100 ming so'm bironta bolani qo'liga beraman-da. O'sha 100 ming so'm bergan bolaga borib tayinlayman. Menga podpiska olib qo'y, men senga iPhone 6 beraman, xuddi birinchi marta oladiganday realni deb gapirasan, deb mana shunaqa tushuntiraman men. Yo'ldan chiqqan любой odamga deyman, iPhone 16 beraman deyman. Bo'lmagan narsa-da bu. Mana shunisini eslab qolinglar. Hech qachon Instagramga ishonmanglar.